Assalomu alaykum. Yana bitta Andijon bozoridan Inamarka mashinamiz. Aka, mashina haqida ma'lumot berib o'ting. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mashinamiz 2023-yil ishlab chiqarilgan J-Tower Dashing 1.5 turbina motor bilan ekonomishnisi. Polniy o'sha eng fulli mana ichlarida alisalari bor. Qora salon. Mashinamizda bitta joyni mana kosmetik klassga to'ldirilgan joylari bor. Men videoda ham ko'rinyapti. Ha. Biz salonlarni qator ko'rsatib Qora o'taylik. salon. Probegi 52 ming yurgan benzinda. Asfalti ham 10 ta atrof qiladi. Sportivniy kreslolar. Hamma funksiyalari ishlaydi. Hali knopkasini essiz, ponni alisi gapirib yuklarini ochadi. Orqa tomonlari, Ishdan funksiyalari bor. orqa tomondan ko'rinishlari. 2023. Yili nechi? 2023. Yani eshigini ichida petnosi bor. Narxi 18.200 aka. 18.200. Dokumentlar aka generalni chiqaramiz. Dokument chiqaradi, ha. Nomga ham o'taveradi. O'taveradi, ha. Kraskasi aytgan joylardan boshqa joy chiqmaydi. Yurganni yana bir qaytarib o'taylik. 52.000 probeg. 52.000 probeg. Kami 18.000 dan kam bor. 18.200 ichib olib beramiz ko'p pas aka. 18.200 dan ichib kam bor ekan. Akalar bemalol. Aka, muloqot uchun nomer ayting. Xo'p, 97lik 338 0057. Akalar bemalol xudo xolisa o'sha nomerga chiqarasizlar. Variant barter bormi aka yoki yo'qmi? Kelishaveramiz ularga. Liboyga kelishaverasizlar. Bir 10 ming, 12 ming puli bor odamlarga ham variantga chiqaraverasizlar. Ha. Bo'ldi akalar, xudo xolisa. Fotar yana ko'rinishi